Assalomu alaykum qarindoshlar. Pythondan asos 25-qism darsimizga xush kelibsiz. Biz bu qismlik darsimizda oldingi qismning o'rgangan mazmunidan bir mashq ishlatmoqmiz. Oldingidan biz loop to'g'risida to'xtalgan, ya'ni aylanma to'g'risida. Bu vaqtdan bir oddiy bir program tuzamiz. Loop mashqi. Masalan, biz burun bir appendimning bir latifasini olgan masalan, appendim bir shahzodani podshoh shahzodasini qattiq maqtaydi ekanda, shuni bilan bir sinab boqmoqchi bo'lib, qo'liga bir tal uzukni olqinda chang siqib turib, shahzodaga deydi ekan, qo'lamda nim bor, buning men belgisini deb beray, o'zi yumaloq, o'tirisi to'shak desa, shahzoda qo'poplam tugman teshe deydi ekan. Tugman teshe desa, anadan keyin appendim nim deydi. Barakallah, aqlingiz dadingizni tortibdi deb shunaqa. Shunaqa bir latifimiz bor. Uningda ham bir tugman teshe odamning olqini qanday patadi shunami. Shunga bu yerdagi endi biz shu tepishmoq to'g'risida, endi shu hikoya to'g'risida bir program yozamiz hozir Pythondan. Ya'ni savol so'raysiz, qo'limdagi nima debchi. Andan uning javoban qarshi taraf javob berdi. O'sha javob topqicha biz xato javob bersa, xato javob berdim, savolning javobi nima deydigan. To'g'ri javob bersa muborak bo'lsin, to'g'ri javobni topding deydigan. Undan keyin tugman tosh desa, barakallah dadangni o'rabsan deydigan shuna bir program yozamiz hozir. Agar sizlar o'rgangan bo'lmangizdan foydalanib, endi hozirgacha hozir ma videoni to'xtatib qo'yib turib, o'zingni yozib baqsangiz bo'ldi. Unda esa men yozdim. Buningga while loopni ishlasak yaxshiroq, chunki bu ya'ni loop aylanma ishlasak har bir xato qanchalik xato javob berishini bilmaymiz. 100 qitim bo'lamda, tam million qitim, million bekcha qolib ketdi. 10 qitim yoki 20 qitim degan har bir qitim xato javob kelganda bir qitim aylanadigan qilib yozamiz. Masalan, buni logikasi shu while loop. Hamda while loopga bir shart berdik shunaqa. Bu shart davomli to'g'rilash kerak. Xato bo'lsam qanday to'xtaydi. Ya'ni to'g'ri javob bergicha. True deb bu tepishmoq deylik buni ismga. Tepishmoq. Esinglardimi? Input, savol so'rab javob beradigan. Input funksiyasini o'rgangan biz. Nima deymiz? Qo'limdagi nima deb turay. Qo'limdagi nima? O'zi yumaloq o'tiri to'shak. Mush savol. Savolmi shu? Appendim shuna so'raydi shahzodadan. Shahzoda nima deydi? Nurg'un javob, masalan, birinchi javob bilan endi tugman teshe deydi. Ham bu programmani yozdik. Masalan, biz if statement esinglarda bormi? Agar javob ma'no tang bo'lsa, masalan, men tepishmoq demay javob dey bo'ldi. Chunki javob ne shu savolning nimasiga tang degan gap-ku. Agar mushu javob uzuk bo'lsa, nima deymiz? To'g'ri. Uzuk bo'lsa to'g'ri deymiz. Chunki javob uzuk bo'lgandan keyin to'g'ri deb print qiladi. Undan keyin qanday? Bu loop to'xtash kerak. Qanday to'xtaydi? Break degan alqiliqsiz o'rgangan oldingi qism darsida. Uzuk degan javobni bersa,
To'xtaydi. Unda bo'lmizchi? Boshqa so'p qolsa. To'g'ri emas. Obdan o'ylaning. Tugment ishi deb qolsa-chi? Dadang doğrapsiz deymiz-ku. Uni qanda elif deymiz-ku endi if statementning. Yana bir ifni kirgizmoqchi bo'lsak, shart bilan, ya'ni agar javob tugman tishi bo'lsa-chi, barakallah dadingizni doğrapsiz dedi. Ana degan qanda? Bu yerdan to'xtatamiz shu peti. Endi tugman tishi degan odamga ortiq javob yo'q-ku, bundan ortiq. Üzük tugman tishi uningdan boshqa javob berganligi qanda to'g'ri emas. Obdan o'ylaning deb. Bu javob nimaga teng? Bu javob hozir shu biz kirgizamiz. Input funksiyasi. Mana yurgizsam, qo'limdagi nima? O'z yumaloq o'ttir tushuk dedi. Bununla qolgan bir narsa kirgizib boqaylik, masalan, o'rik. To'g'ri emas. Obdan o'ylaning dedi. Uzuk desakchi. To'g'ri dedi. Ya'ni to'g'ri dedi, to'xta demdi. Chunki biz breakni izvetgan to'q. Hamda masalan, tugman tishi deb baqsaqchi. Masalan, tugman tishi. Barakallah dadingizni doğrapsiz dedi. To'xtadi. Agar ashuningdan qolgan boshqani masalan mozay deb kirgizsak, to'g'ri emas. Obdan o'ylaning har qanda. Shunda loop bilan aylanib chiqaverdi. Anan kim shaga kirgizaversiz, bassiz, kirgizaversiz, bassiz. To'g'ri javobni topqicha loop bo'lib aylandi.